Tushda shtativ ko'rishning ta'birlari. Tushda shtativ, tripod ko'rishning ta'birlari bir necha turli xil ma'nolarga ega bo'lishi mumkin. Barqarorlik va mustahkamlik. Shtativ bu barqarorlikni ta'minlovchi asbob-uskunadir. Agar tushda shtativni ko'rsangiz va bu sizning hayotingizda yoki qarorlaringizda barqarorlikka intilayotganingizni anglatishi mumkin. Yangi boshlanayotgan loyihalar yoki yangiliklarni amalga oshirishda yaxshilikni kuting. Ijodiy jarayon. Shtativ ayniqsa kameralar uchun ishlatiladi. Yangi ijodiy ishlar bilan bog'liq tush deb ta'bir qilinadi. Agar siz tushingizda shtativni ko'rsangiz, bu sizning ijodiy potensialingizni rivojlantirishingiz yoki yangi ijodiy loyihalar ustida ishlashda muhim bir qadam qo'yishingiz kerakligini bildirishi mumkin. Shtativning mavjudligi hayotdagi o'zgarishlarga tayyor bo'lishni anglatishi mumkin. Tushda shtativni ko'rish o'zgarishlarga tayyorgarlik va ularga moslashish kerakligini ko'rsatadi. Ba'zan shtativ ba'zi muammolarni hal qilishda stabil va ishonchli yondashuvni anglatishi mumkin. Tushda shtativni yiqitib yuborsangiz yoki noto'g'ri ishlatsangiz, hayotingizda biror narsaning yo'qolganligi yoki barqaror bo'lmasligi haqida biror signal bo'lishi mumkin. Shtativni kamera yoki boshqa asbob bilan birga ko'rish, o'zgarishlarni kashf etish yoki yangi narsalarni o'rganishga intilishni bildirishi mumkin. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.